Respublikamizda ilk paxta to'qimachilik klasteri tashkil etilganiga salkam 5 yil bo'ldi. Aslida bu muddatda yaxlit bir sektorni tubdan yangilash oson ish emas. Biroq qisqa paytda klaster mexanizmi har jihatdan o'z imkoniyatlarini namoyon etayotganiga guvoh bo'lib turibmiz. Xo'sh, qanday omillar qisqa paytda paxta to'qimachilik sanoatida katta natijalarni qo'lga kiritishimizga asos bo'lyapti? Birinchidan, 2017-yilda prezidentimiz farmoniga asosan tashkil etilgan klaster tizimi qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlariga bosqichma-bosqich joriy etila boshlandi. Ikkinchidan, paxta maydonlari qisqartirilib, ular o'rnida ozuqabop ekinlar ekish tashabbusi ilgari surildi. Uchinchidan, foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni o'zlashtirish amaliyoti keng yo'lga qo'yildi. To'rtinchidan, yer suv islohotlari kuchaytirilib, qishloq xo'jaligiga ilm bilan yondashish tizimi yaratildi. 2016-yil respublikamiz bo'yicha o'rtacha paxta hosildorligi gektariga 26,4 sentner tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilda bu ko'rsatkich 30 sentnerga yetdi. 2021-yilda esa aksariyat klasterlar 35-40 sentnergacha sanoat xom ashyosi yig'ishtirib olindi. 2022-yilda hosildorlikni 50 sentnerga yetkazish mo'ljallanyapti. Bu esa bugun to'qimachilik korxonalarida qo'shimcha ehtiyoj sezilayotgan 300 ming tonna tola bilan ta'minlash uchun muhim omil bo'ladi. Mingbuloqning paxtasi, mana ko'rib turganingizdek, rivoji yomon emas. Baxtiyor aka, fermer xo'jaligining rahbarisiz. Sizda hosildorlikda o'zgarish bo'ldimi klasterga o'tganingizdan keyin? Klasterdan oldin 40 sentner hosildorligim olardim, hozir 52 sentnerga yuqori ko'tarildi. 3 yil oralig'ida bo'ldi. Ilmiy markaz tashkil qildi. Masalan, mana yerimizga turpog'ini analiz qilindi. Nima o'g'it, tahlilni chiqaradi, nima o'g'it ko'proq berishimiz kerak. Biz endi azotga suyanib qolgan edik. Meni azotsiz bo'lmaydi deb o'ylayman. Azotsiz. Endi mana hozir fosfor yerimizda qancha kerak? O'shani bizda ilmiy markaz tahlil qilib beryapti. O'shanga asosan bu yerga solib, o'shandan daromad qilyapmiz. Hamma narsa yetarli bo'lgandan keyin u hosildorlik o'z-o'zidan oshib boradi. Klaster mahsulotimizni sotib olgani uchun biz xursandmiz. Nimaga aytyapman, bozorda mahsulot yetishtirsangiz, uni sotib oladigan odam bo'lsa, siz olib borib qayerga qo'yasiz uni? Mana hozir klasterga topshiramiz, u mahsulot qilib, mana qo'shimcha ish o'rinlar yaratib, xalqqa manfaat yegyapti. Prezidentimizga rahmat. Klasterga o'tgan sari shartnomada ko'rsatilgan muddatda pulni to'lab beryapti. Men urug'chi fermer xo'jaligiman. G'allamni 6000 so'mdan klaster sotib oldi. Endi ishlab chiqarish xarajatiga qarab 4,5 mingdan mening qo'limga pul tegadi. Bor ekan biz tomonga ham quyoshlar chiqadigan degan fikrlar ham o'tdi. Nimaga daromadi oshib bordi. Oldin zo'rg'a shu ishchilarimga berib, shu bilan 0-0 chiqib, yarag'alla eksam, shu menga somoni qoladi. Takror ekindan bir narsa qilib daromad qilardim xolos. Bu prezidentning islohoti, bu siyosatlari biz uchun daromad beryapti. 40 tonna oshxona birjaga sotganman. Daromad bo'lgandan keyin yana nimalardir qilgisa, hozir chorvachilikni tashkil qildim. Men o'sha 2000 yoki 1000 ta ishchi o'rin yarata olmasdim. Men fermer. Meni kasbim dehqon. Mahsulot yetishkazib beruvchiman. Uni ishlab chiqarish, uni bozorini topish, u klaster muammosi edi. Klaster endi uni olib, xomoshiyoni o'zi ipigiradi, o'zining bozori bor, o'zi olib borib sotadi. Men o'sha yukdan qutulganman. Qishloq xo'jaligiga qachonki ilm olib kirilsa, albatta samaradorlik shunga yarasha yuqori bo'ladi. Biz hozir turgan mana shu joy Artsoft ilmiy markazining laboratoriyasi hisoblanadi. Aynan mana shu texnologiya Amerikadan keltirilgan va tuproqni 100 dan ortiq elementlari bo'yicha test qilib beradi. Bu qurilma emission spektr optik plazmali yerga solinayotgan mineral o'g'itlarning tarkibidagi o'sha fosfor, kaliy, umuman boshqa mikroelementlar tarkibini ham to'liq aniqlab beradigan O'zbekistondagi yagona
qurilma hisoblanadi. Qurilmani biz sentyabr oyida olib keldik. Hozirgacha natija oldik. Klaster biz qilib bergan natijalar orqali yerga o'g'it berishni amalga oshirgan. Tejamkorlik yuqori. Men chet davlatida tahsil olganimdan keyin kelib buni o'sha tahsil olish jarayonida o'rgandim. Hozir Namangan muhandislik texnologiya institutida doktorantman. Klasterda tuproq tahlilini olganingizdan keyin siz nima borligini bilasiz u yerda. Unga yarasha o'simlik holatini ham sizda prognozlash hosil bo'ladi. Mana klaster sentyabr oyida organik paxta yetishtirish bo'yicha sertifikatini oldi va Yevropa bozoriga chiqilyapti. Bizda demak ishimiz ham aynan shunga bir qismini qaratdik. Ya'ni organik o'g'itlar ishlab chiqarishdi hozir ko'rilyapti. Klasterga tegishli butun hududni g'o'za maydonlarini o'rganib chiqdik. Ularga kerakli o'sha kartogrammalar chiqarib, qancha miqdorda o'g'it solishligini sistemasini berdik. 100 kilogramm hosil olish uchun yoki 1 sentini hosil olish uchun kerakli bo'lgan fosfor, kaliy, o'sha mikroelementlar miqdori bor. Ana o'shalarni tuproq holatida kelib tekshirib, biz keyin unga demak qancha miqdorda solishligini chiqarib beramiz. Bunga ilmiy yondashish kerak. O'sha qancha o'simlikda o'zi talab etiladigan miqdori aynan shuniga qarab, demak, ozuqa moddalarini, mikroelementlarini berish kerak. Bu bugungi islohotlar talab. 2022-yilgacha respublikamizda klasterlar tomonidan umumiy qiymat 2,5 trillion so'mlik 5200 dan ortiq resurs, tejamkor va yuqori unumli texnikalar olib kelindi. So'nggi 2 yil 169 ming gektar maydon suv tejovchi texnologiyalar joriy qilindi. Qishloq xo'jaligi oborotidan chiqib ketgan 143 ming gektar ekin maydonlar qayta foydalanishga kiritildi. Bu paxta maydonlari yaqingacha foydalanilmay turgan yantoq o'sayotgan bir cho'l maydonlar edi. 2019-2021 yillar mobaynida Pop tumani va Mingbuloq tumani hududlarida 1200 gektar foydalanilmay turgan yer maydonlari o'zlashtirilib, mana shunday ekinzorlarga aylantirildi. 2022 va 2023-yillar mobaynida klaster tomonidan 7000 gektar maydonni o'zlashtirish va ekinzorlarga aylantirish mo'ljallanyapti. Bu nima degani? Bu bugungi kunda paxta xomoshiyasiga talab ortib borayotgan bir paytda ana shu ehtiyojni qondirish uchun juda katta imkoniyat hisoblanadi. Kechadagi ochig'i kelib mana shu dalani ko'rib odam ko'zi quvnaydi-da. Nariyoq cho'l bo'lib yotibdi, mana bu yoq yashil yotibdi. O'zidan o'zi bo'lmagan bo'lsa, o'zidan o'zi bo'lmadi aka, batlarda ishlash cho'l adirlari jo'larida aka batlar. Tomchilar sug'arish yo'lga qo'ydik biz birinchi ochilibda. Yerlarni tekizlab, shu holatga keltirib, mana paxtani erta bahordan boshlab ekib, mana shu holatga keltirdik aka paxtani. Hozir bu yerda endi tomchilar sug'orishni qilish uchun infratuzilma kerak. Tok kerak, suv kerak. Bu masalalar qanday hal bo'ldi? Tok, suv, elektr tarmoqlarini klaster orqali hamma joylarda bartaraf qilinib, tortildi. Nechta podstansiya bo'ldi, nechta hovuz qilindi, necha metrdan qazib olinlaringiz? 9 ta podstansiya bo'ldi. 9 ta quduqlarimiz, 9 ta hovuzimiz bor. Xullas hammasi 240 metrdan asoslar orqali chuqurlikdan olib chiqildi. Suvlar hozir mana shu tomchilar sug'orishlar qilib yorityapmiz. Har kimda ham bu imkoniyati bo'lmaganligi sababli buni yana klaster kelib mashatlarga yerlarda qilib foydalanib mana joy-joyiga qo'yib qilyapmiz aka. Bu ham klasterda imkoniyati-da. Klasterda imkoniyat aka bularning hammasi. Agar fermerga qo'yib bersa, buncha texnika, buncha imkoniyat. U ancha mablag' talab qiladi bu narsalar. Qarang, hozir paxta xomoshiyasiga shunchalar talab ko'payib ketdi-ku, qayta ishlash korxona ko'payapti. O'zimizga o'zimiz xomoshiya yetkazib olmayapmiz. To'g'ri. Mana shu masalalar bilan biz xomoshiyani ko'paytiramiz, to'g'rimi? Ha, ko'paytiramiz. Biz sentnerga sentner qo'shib, xudo xolasa bundan ezgu cho'qqilarga chiqish maqsad. Mana shu qo'shilgan 240 gektar yer, ha? Bu yil o'zlashtirgan yerimiz mana shu yerda pastki hududda 240 gektar. Bu batni nomi Chade Progress deb nomlaganmiz o'zimiz. O'zlashtirganmiz. Endi nima kutyapsizlar bu yerda? Endi batda yuqori hosil 45 sentnerga olib chiqmoqchimiz aka, xudo xolasa. Foydalanilmay turgan tashlandiq cho'l joydan shunday hosil, shunday ekin bo'ladi deb o'ylamadingiz, to'g'risi. Endi bu ham endi insonda ishlash samarasi deydimi, nima deydi? Harakatga bog'liq ekan. Mana hamma o'g'itlar klaster tomonidan vaqtida yetib keldi, vaqtida choralarni, texnikalar hammasi joy-joyida bo'lganligi uchun mana shu holatga olib turibmiz aka. Qarang, haqiqatan yomon emas hozir mana. Shonalari juda yaxshi, gullagan. Shonalari mana hammasi joy-joyida. Navdasi eng asosiy baquvvat g'o'za ekanda bu. Baquvvat g'o'za aka. Nima nav? Xudo xolasa. Anjom 35 aka bitlar hammasi. Suvga talabchaligi kamroq, hamma joyini hisob-kitobga qilib, iqlimlashtirib Anjom 35 ekkanmiz. Batda afzalligi birinchi ochilibda suv tejash maqsad. Suvsiz joyligi uchun
O'shalarni 100% tomchilatib sug'orish qildik. Perekachka qilib nasoslardan Sirdaryo bo'yiga nasos qurdik yangi klaster orqali. Undan perekachka qilib tashab olib kelib mana bu tik quduqlar kovlab, ayrim tepadagi hududlarimiz bor, yatlar nasos orqali sug'orilar, batlar tomchilab sug'orish. Og'ir zonalar bo'lganligi uchun tomchilab sug'orish qildik mana shu yerlarga. Dilshod aka juda katta hovuz ekanda bu. Qancha gektarga yetadi bittasi? Bittasi 50 gektarni sug'oradi. Qisqa bo'lsa, salkam 450-500 gektar maydonga. Shunaqaga mo'ljallangan. Bu degani demak mana shu hovuzlar bilan yana qo'shimcha joy o'zlashtirsa bo'ladi. Ha, bo'ladi. Endi yer qancha kengaysa shuncha xomosha degani. Xomosha deganda shuncha mablag' sentnerlarga sentner qo'shilib boraveradi. Davlat subsidiyasini qanchalik his qildilaring mana shu gektarlar hisobidan? Prezidentimizga rahmat. Yaxshi qo'llab-quvvatlab klasterga yordam berib, subsidiyalar beryapti. Biz ular subsidiyalardan olib foydalangan holatda mana shu joylarni barpo qildik. 240 gektarga 1 milliard 902 milliard tejadi. Asoftex Holding klasterimiz prezidentimizning tashabbuslari bilan Mingbuloq tumani va Pop tumanlarida 70 ming gektardan ortiq yer maydonlarini o'z ichiga olgan. Bu joyda ipdan boshlab tayyor mahsulot bo'lgan davrgacha holat yetishtiriladi. Klasterimizda zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan. Korxonamizda 1200 dan ortiq ishchilarimiz mavjud. Katta korxonamiz sochiq, asosan palat ishlab chiqarish, trikotaj mahsulotlar bilan shug'ullanadi. Klaster degan so'zni og'izda aytish osondir, lekin buni oyoqqa turg'izish, tizimli ishlatish juda qiyin masala. Ya'ni chigitdan mana shunday tayyor mahsulotgacha bo'lgan bir jarayonga olib kelilish bu oson masala emas. Mana shuni tashkil etish dastlabki yillarda qiyinchilik tug'dirmadimi? Dastlabki yillarda texnika texnologiyalar tomonidan ozgina qiyinchiliklar bo'ldi, lekin prezidentimizning tashabbuslari bilan bizga berilgan imtiyozlardan to'liq foydalandik. Chetdan zamonaviy texnikalarni hammasini olib kelib 100% joyiga qo'yib oldik. Hamma narsa tizimli davom etyapti. Endi biz ishlarimizni hammasini loyiha qilib bo'lib olganmiz. Hozirgi ishlayotgan jarayonimiz birinchi loyiha bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi loyihamiz xuddi shu fabrikani pastda qurilish ishlari boshlandi. 67 million yevrolik ko'rpa, choyshab mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha qurilish ishlari boshlandi. Mana ko'rib turganingizdek bu yerda palat mahsulotlari ishlab chiqariladi. Hozir endi chekka hududlarda ham ishlab chiqarish korxonalari tashkil qilingan. Mana bugun borib ko'rish mumkin. Chekka hududlarda Nanak, Chadak, Navbahor, Gigant, Bo'ston, chekka hududlarda hammasi ishlab chiqarish jarayonlari tashkil qilganmiz. Demakki, klaster faoliyati yanada kengayapti. Yana kengayapti. Shu jarayondan kelib chiqib paxta zavodlarimiz ishga tushdi. 1 yil bilan 1 yilni taqqoslaydigan bo'lsak, o'sish anchagina. O'sish anchagina. Mana biz o'zimizga 1 yillik ishlab chiqarish quvvatimiz tayyor mahsulot 3000 tonnani tashkil qilsa, mana o'tgan yilgi rejaga erishdik. Joriy yil 6 oylik rejasiga ham o'zimizga ko'zlagan maqsadga erishib eksport qildik. Uyda o'tirsangiz birov bir so'm bermaydi. Bek kelasiz, ishimiz yengil, oyligimiz vaqtida olamiz. Bolalarimiz bog'chasiga beramiz, repetitorlarga, o'qishlarga beramizda. Bitta xonadonda 2-3 ta ishlaydiganlar ham bor, turmush o'rtog'i, er-xotin. 2 ta qaysingilgina shunaqa ishlaydiganlar ham bor-da. 5 million, 6 million shunaqa daromad oladi. Yaxshi, hammasiga yetkazamiz, xursandmiz. Kontraktda o'qiydi qizim, to'lashga yordam beraman xo'jayinimlarga. Korxonani faoliyati sizga qanday, ma'qul bo'lyaptimi? Ha, menga ham yoqadi. Yaqinda ishga kelganman. Sharoitlari yaxshi. Avtobuslar bor, olib kelishadi bizni. Juda ham yoqdi. Rejalar qanaqa endi kelajakda? Yoshlarga berilayotgan sharoitlardan foydalanib, kreditlar olib, shunaqa qilib, mana katta sex ochish niyatim bor. Faxrlanamiz shunday korxonada ishlayotganimizdan, chunki eng katta korxonalardan biri. Men mana shu yerga kelganimga juda xursandman. Shunchalik sharoitlar. Nimaga xursandsiz? Nimagaki ishlik bo'ldim. Xudoga shukr. Mana shu yerda ishlayapman. Menga yoqdi, o'zimga yoqadi. Mana shu ishda ishlab pensiyaga chiqishni xohlayman. Xudo xolasa. Bolarimni shu kelajakda o'qitishi, sizlarga o'xshagan oliy ma'lumotli qilish xohlayman deb.
Nanay qishlog'i nafaqat Namangan viloyati, balki respublikamizning eng chekka aholi maskanlaridan biri. Yangiqo'rg'on tumanining tog'li hududida joylashgan ushbu qishloq ham paxta to'qimachilik klasteri imkoniyatlaridan chetda qolmadi. Yillar mobaynida tashlandiq yotgan bino o'rnida mana bunday zamonaviy to'quvchilik korxonasi va ijtimoiy obyektlar ishga tushirildi. Bu esa inson qadrini yuksaltirishdek ezgu maqsadga xizmat qilyapti. Biz ayniqsa chegara hududida yashaymizda, o'shaning uchun biz faoliyat yuritayotgan korxona tashlandiq holatga kelib yotgan joy edi. Hayolimizga ham kelmagan edi. Bu juda kutilmagan nima bo'ldi? Chiroyli qilib, jihozlab, remontlar qilishib, shu holatga keltirib ish boshlashdi. Artsov nimasiga qarashli bog'chamiz bor nimamizda. Bu yerga mana nevaralarimiz, farzandlarimiz bog'chada yurishadi. Bu yerga ishga kelganda olib kelib topshirishadi, ishdan ketayotganda olib ketishadi. Bu albatta onalarimiz uchun, bu yerda ishlayotgan yosh kelinlarimiz uchun qulay. Ishlaydigan o'zim 3 ta farzandim bor. Farzandlarim ikkitasi Namanganda universitetda kontraktda o'qishadi. Shuncha ayollar daftarida ham turaman. Sheda ishlab, yaxshi farzandlarimga moddiy va ma'naviy tarafdan yordam bo'lyapti. Prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. Farzandimni bittasini kontraktini to'lab berishga yordam qilishdi-da. Davlatga ham rahmat, shunchalik sharoit yaratib berganlar uchun. Oyliklarimiz yaxshi, qoniqarli, hamma sharoit yetarli. Ilgari ishsiz edim mana, unaqa korxonalar yo'q edi-da. Men Nanay qishlog'ida tug'ildim. Shu qishloqda katta bo'ldim va oliy ta'limni bitirdim. Oliy ta'limni bitirgandan keyin Arsoft Holding tomonidan qurilgan mana shunday ajoyib bog'chada rahbar bo'lganimdan mamnunman. Sharoitlari zo'r, ishsizlik yo'qolgan. 28 ta ishchi xodim bor. U yerda ishlayotgan ayollarning farzandlari ham deyarli hammasi shu yerga qamrab olingan. Ularga ham qulayligi bor. Sharoitlari zo'r, ham yaqin qulaylik tomonlari. Hozir Namangan viloyati Pop tumani Navbahor qishlog'idamiz. Bugun mana bunday zamonaviy korxona ish boshladi. Bu bino shu paytgacha mutlaqo qarovsiz holda yotardi. Bugun esa Navbahor qishlog'ining ko'plab ayollari, xotin-qizlari ish bilan ta'minlandi va ular bundan juda mamnun. Ilgari shu PMK 6 degan tashkilot idorasi bo'lgan. Qaloq bo'lib, eshik derazalar sinib, ham yo'q, vayron bo'lib, 10-15 yil yotdi desam bo'laveradi. Shunday korxona bo'ladi deb o'ylamadingiz? Tasavvur qilgan emasdik. Navbahorlarga endi xo'jaligini baqadi, bola chaqasini baqadi. Navbahor xalq ish bilan ta'minlanadi. Bekarchi yo'qlar, tashqari chiqadiganlar kamayadi. Shular hammasi ketardi ishlagan aqaba tashqari. Shu yerda ishlayapti shuncha odam misol. Shu yildan boshlab mana hozir shu yerda yaqin 70-80 ta odam ishga oldi. Navbahor o'zidan oldi shu yerda. Unga dalada ishlardi. Anaga borsangiz qovog'i osilib, qorayib yotgan qizlar, bir chiroyli qiz bo'lsa, ayniqsa forma berib qo'yib kecha, formalarni ko'rib tanimadim, o'zimga keldilardi. Oldin bu Navbahorda ayollari dalaga chiqardi, shollarga chiqishardi. Endi hozir hammalari ish bilan ta'minlanib, mazza qilib, oppoq kiyinib, yasanib, chiroyli bo'lib ketyapmiz. Bir ayol sifatida demak, siz bugun baxtlisiz. Baxtliman, Xudoga shukr. Shu korxonani ochgan rahbarlarimizga, prezidentimizga shunchalik sharoit yaratib berishganiga rahmat. Kayfiyatlarimiz a'lo darajada. Mana qizlar bilan hammamiz yaxshi ishlayapmiz. Oldin uyda o'tirardik, biz ham uy bekasi bo'lib. Boshqa daromad yo'q edi. Faqat yozda bo'lardi-da, qishda bekarchilik. Hozircha yaxshi, Xudoga shukr. Yo'q, maqtashman, to'g'ri so'z bu. Bu ham kimning sharofati? Prezident sharofati. Xalqimni ish bilan ta'minlayman, xalqim ichga bormasin, shu yerda yashasin, hayotdan rozi, mamnun bo'lsin deganlik uchun shular qilyapti, to'g'rimi? Svet umuman yonmasida o'sha yerda ham. O'chib qolaverardi. Hozir holat zo'r. Shundan evaziga o'chmayapti ham umuman. Mana shu prezident kelgan bo'lsalaring, shalan kirib kelgan Navbahordan ko'ringan daralarni 5 kilometr atrofiga ikkala yoniga archazor ekizib, mana daralar ko'klayapti mana. Hech narsa daraxt qolmagan. Biz hozir ijodiy guruhimiz bilan Artsoftex klasteriga qarashli yana bir korxonaga keldik. Bu korxona
Namangan viloyati Mingbuloq tumani Gigant qishlog'ida joylashgan 2022-yil 1-maydan o'z faoliyatini boshlagan. Shu paytgacha 200 ish o'rni yaratildi. Hozirgi kunda Mehnatobod mahalla fuqarolar yig'inida 653 ta xonadon bo'lib, 3% xatlovdan o'tkazilgan. 3645 ta aholi soni, shundan 198 ta ishsizlarim bo'lgan. Hozirgi kunga qadar 70 nafarni ish bilan ta'minlaganmiz. Hozirgi kunda ko'chlik sexida 95 ta odam ish boshlagan. Shundan Mehnatobod mahallasi fuqarolar yig'inidan 35-40 ga yaqin temir daftar, ayollar daftari hamda yoshlar daftari turish xotin-qizlar o'z faoliyatlarini boshlashgan. 70 ta bo'lsa 198 ta qolganini qachon endi ishli bo'ladi? Albatta bu mas'uliyatni chuqur his qilgan holda hokim yordamchisi asosiy e'tibor beradigan tamoyili kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash hamda tadbirkorlikni rivojlantirish. Albatta bu uchta yo'nalishga qattiq e'tibor qaratgan holda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha 3 ta kichik loyihani amalga oshirilgan. Yil yakuni bo'yicha ishsizlik darajasini minimal darajaga tushirishga harakat qilamiz. Mana bitta yerda tashkil bo'lganda 30 ta odam ish bilan ta'minlanyapti. Yana shunday reja bormi? Mana hokim yordam sifatida qayerda nimadir qilish taklifini berdingizmi? Albatta hozirgi kunda mahalladagi ishsiz ayollarni kasb-hunarga o'qitish bo'yicha mahallada monomarkaz ochish taklifini berilgan. Loyihani amalga oshirish harakatdamiz. Mana shu kabi korxonalar chekka olis hududga mahallaga nima beradi deb iqtisodiy rivojlanish beradi. Chunki bizni Mingbuloq tumani asosan agrar tuman. Bunaqa katta loyihalar endi kirib kelyapti tumanga. Agar shunaqa loyihalardan ko'payadigan bo'lsa, birinchi o'rinda bu tumanga soliq tushumi bo'ladi. Aholi bandligi ta'minlanib, aholi daromadi oshishiga sabab bo'ladi. Mana shunaqa korxonalar hisobiga Mehnatobod mahalla fuqarolari o'z qadrini yuksayotganini his qilishyapti. Sohada amalga oshirilayotgan bunday islohotlar, yangilanishlar kim uchun? Albatta inson uchun, uning manfaatlari uchun. Bugun respublikamizda 134 ta paxta to'qimachilik klasteri, 7000 dan ziyod tarmoqqa ixtisoslashgan korxona faoliyat yurityapti. Ushbu sektorda 400 mingdan ziyod kishining bandligi ta'minlangan. Eng asosiysi, O'zbekiston dunyo to'qimachilik sanoatining yangi istiqbolli markaziga aylanib boryapti.